C Sharp haqida savad tor mashg'uloti. C Sharp'da bu tor mashg'uloti nihoyatda cho'ng bir soha. Yani .NET'dimi WCF deb ayrim bir tor mashg'ulot 3 yil xizmat qiladigan bir bo'lak ta'minlangan. Yani Windows Communication Foundation deb. Bu C Sharp'da biz har qanday bir tor aloqasini amalga oshira olamiz. Masalan, web servisdan foydalana olamiz, remote ishlata olamiz, HTTP post yoki GET orqali ushur yo'llab qabul qila olamiz deganga o'xshash. Hamda bu yerda tor mashg'uloti, ya'ni tor aloqasi bo'lgan ekan, chuqur ikki tarafning aloqasini ko'rsatadi. Yani ikki dona abon taraf o'zaro aloqalashadigan yoki abon taraf mulozimati bilan aloqalashadigan yoki ikki taraf mulozimatini vasita qilib turib o'zaro aloqalashadigan deganga o'xshash usullar. Endi bu yerda bu tor mashg'uloti, ya'ni tor aloqasiga munosabatli mazmunlarning hammani so'zlab bo'g'ilmaydi. Buni aytib keng soha. Endi biz bu yerda odatga programmalar ilgan vaqtida doimlik tug'iladigan bir qancha ehtiyoj tordan mazmun tushirish va to'g'ri mazmun yo'llash. Shu to'g'risida qisqachalam to'xtalib o'tamiz. Yana texnik ko'p mazmunlarga yoki C Sharp'ning tor aloqasi to'g'risidagi bilimlarga ehtiyojli bo'lsangiz, o'zingiz material ko'rib o'rganib olsangiz bo'ladi. Biz odatda tor mashg'ulotini qilmoqchi bo'lsak, C Sharp'da, ya'ni .NET'da bu System-Chkit net degan namespace'ninki ichida ta'minlangan to'g'ri munosabatlik obyektlarni ishlatamiz. Hamda biz torda material tushamoqchi yoki yo'llamoqchi bo'lsak, buningki web client degan bir obyekt ta'minlangan, shuningdan foydalansak bo'ladi. Web client'ninki tordan mazmun yoki hujjat tushiradigan bir qancha mashg'ulotlar bor, ya'ni funksiya. Download data, download string, download file deganga o'xshash. Shularninki maskagini o'zimiz tanlab ishlatsak bo'ladi. Endi download data degani biz buningni har qanday hujjatni tushirsak bo'ladi, ya'ni byte shaklida tushirdi. Biz uni xohlagan formatga o'zimiz aylantirib ishlatsak bo'ladi. Hamda download string degani bu tekst mazmunlarni tushiradi. Masalan, mulozimatlarga bir tekst hujjat qo'yilgan bo'lsa yoki tekst ta'minlaydigan bir mulozimatimiz bo'lsa, shuni download string orqali tushirib ishlatamiz. Yoki bo'lmasa, tor bekatning mazmunini bevosita download string orqali tushirib ishlatsak bo'ladi. Hamda download data degani, download file degani bu tordan tushagan hujjatni bevosita diskaga saqlab turadi. Buni tordan bevosita har xil hujjatlarni tushirishga ishlatsak bo'ladi. Ondan torga mazmun yo'llagan vaqtida upload file, upload data deganga o'xshash yana ayrim funksiyalar bor. Shuningdan foydalansak bo'ladi. Upload file degani mulozimatlarninki shu hujjat qabul qiladigan bir iqdori bo'lishi kerak. Shu vaqtda biz diskadan yo'llab bergan hujjatni mulozimatga topshirib olib, uni yana mulozimatga saqlab ola oladi. Amaliyotda biz abon tarafda turib, bevosita mulozimatga bevosita hujjat saqlay olmaymiz. Ondan yana ba'zi uchurlarni download string yoki upload string yoki upload data degandek usullar bilan mulozimatga yollaymiz. Chuqur mulozimatlarda bir qabul qilish bloki bo'lishi kerak. Biz bularga ayrim bir misol ko'raylik. Yangidan bir projekt quraylik. İsmi network bo'lsin. Endi biz ko'znakka bir dona knopka qo'shib, knopkani bosgandan keyin tordan bir bilak tekstni tushiradigan bir kod yozib boqaylik.
download string btn down str. Bununki click adresiga kod yazaylik. System net web client qisqartib webc deb qo'yay. Webc tam biz web client degan bir obyektni aniqlab oldik. Endi buningki funksiyalardan foydalanib mashg'ulot yapasak bo'ldi. Webc-ninki download qaraydigan bo'lsak, buningki nurg'un funksiyalar bor. Download data byte qimmat qaytaradi. Download file bu hujjatni saqlab turadi. Bizning ishlatmoqchi bo'lganimiz download string. Bu yerga men to'rda tushunmoqchi bo'lgan hujjatninki yoki hujjat yoki mazmun ta'minlaydigan bir mulozimatninki adresini yozsam mazmun tushira olaman. Hozir biz mulozimatga hech qanday kod yozmadik. Shu bevosita bir tor bekatning mazmunini tushiray. Masalan, http bazar chikit belkan chikit net. Bunun keyiniga default ASP2. Endi bu funksiyaningki qaraydigan bo'lsak, qaytaradigan qimmati string. Shuni biz buningki qimmatini ayrim bir o'zgaruvchi miqdorga elib olishimiz kerak. String str web tam. Endi biz bu stringni ko'znakda bir text ramkasiga ko'rsataylik. Bu text ramkasining multiline xosligini true qildik. Bunun scroll bar xosligini vertical qilaylik. Text result. Endi biz to'rninga tushirib olgan mazmunni bu text ramkasiga ko'rsataylik. Text resultning texti tam str web. Programmani saqladik. Endi buni ijro qilib ko'raylik. Programma qo'zg'aldi. Men hozir download knopkasini bosay. Mana hozir biz adresni yozgan tor bekatninki kodini tushirib bu text ramkasida ko'rsatadi. Yana bir betninki HTML kodi. Endi bu yerga qaraydigan bo'lsak, buningki tekstlari asli uyg'urcha tekst. Bu yerda bu normal ko'rinmadi, yana qalaymagan boshqa xatlarga almashib qoldi. Buning sababi tordagi mazmun bilan bu yerda ko'rsatgandagi mazmunninki kodlash shakli o'xshash bo'lmagan. Masalan, torda ta'minlangani UTF-8 mazmun. Endi bu yerda bu Windows'ninki o'zininki ko'ngildagi bir kodlash shaklida buni ko'rsatib qo'ygan. Biz bunday vaqtda tekstni ishlatishdan burun o'zimiz buningki aslidagi kod shaklini bildigan bo'lg'achqa shu xil shaklda kodlab o'tib undan keyin ishlatsak bo'ldi. Endi biz tordan tushagan bu tekstni UTF-8 bo'yicha enkodlab olib undan keyin ko'rsataylik. Buning uchun C# tuzda ta'minlangan enkodlash obyektlari bor. Encoding chikit UTF-8 get string. Bu get stringga qaraydigan bo'lsak, buningki
parametrga cho'qim byte tipliq tizma berish kerak ekan. Shuni biz bu stringni oldi bilan byte aylantirilib, ondan buningga parametr qilib berishimiz kerak. Şunu biz yani bir byte tizma iniqlab olaylik. Byte encoded bytes tang. Hamda stringni byte aylantirish uchun yana encoding chekit default. Chunki biz asli buningki qandaq shaklda enkodlanganligini uqmaymiz. Bu to'g'ri tushungandan keyin bu stringni. Shunga buni default bunchamiz get bytes str web. To'g'ridan tushungan mazmunni biz byte aylantirib oldik. Endi bu byte'ni copy bu yerga berdik. Byte'ni string aylantirsak bo'ldi. Ya'ni bu UTF-8 bo'yicha enkodlab, undan keyin text box'da ko'rsatib turadi. Saqladik, ijro qilib ko'raylik. Tushirish knopkasini bosdim. Hamda qaraydigan bo'lsak, buning xatlari uyg'urchaga o'zgardi. Masalan, Bilkan bozor. Bu yerga qaraydigan bo'lsak, ya'ni uyg'urcha applarning ismi. Ya'ni enkodlashimiz muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi biz hujjat tushirishga bir misol ko'raylik. Knopkadan birini qo'shdik. Text'i download file. Buningki ismi btn down file. Hamda buningki click adresiga biz kod yozaylik. Yani web client biz bir obyektni ishlatmoqchi bo'lsak, buniki namespace'ni to'liq yozib bu yerda aniqlasak bo'ldi. Navoda buni bir qancha joyda ishlatadigan ish bo'lsa, biz klassning eng yuqori qismiga chiqib, bu yerga using sys.net deganga o'xshash buningki namespace'ni yozib olsak, undan keyin bu yerda bevosita yozsaqmi ishlaydi. O vaqtda bularni o'chirib olsakmi, programmamiz yana normal ijro bo'laveradi. Web client wc tang new. Endi biz hujjat tushirmoqchi. Bu vaqtda web clientning download file degan funksiyasini ishlatamiz. Buning parametriga qaraydigan bo'lsak, ikki dona parametrisi bor. Birisi tordan tushiradigan hujjatningki adresi. Yana birisi buni saqlaydigan adres. Saqlaydigan adresni biz diskining ostiga test png deb yozib qo'yaylik. Endi biz tordan tushiradigan bir adresni tepib, undan keyin bu yerga yozamiz. Biz hozir tordan tushirmoqchi bo'lgan bir hujjatni topaylik. Eng yaxshisi biz bir parcha rasm tushiraylik. Masalan, bu rasmni tushirib ko'raylik. Bu rasmni tanladik. Mouse'ning o'ng knopkasini bosib, bu rasmniki adresini ko'chiraylik. Ondan biz programmamizga qaytib, bu adres parametriga bu şu rasmning adresini beraylik. Ya'ni biz tushirmoqchi bo'lgan rasm shu. Buni diskining ostiga
test degan nomni saqlaydi. Qaraydigan bo'lsak, bu hujjatning kengaytirilgan nomi JPG ekan. Biz bu saqlaydigan hujjatning nomini JPG qilaylik. Endi bu rasmni tushirib bo'lgandan keyin bir message box chiqasin. Endi programmani ijro qilib ko'raylik. Download file. Buni tushirib bo'ldimi yo'q, biz diskidan ko'rib boqaylik. Diskga qaraydigan bo'lsak, biz boya tordan tanlagan rasm bu yerga test jpg degan nomda tushib bo'ldi. Demak, biz hujjatni tushirish maqsadiga yetdik. C#da hujjat tushirish mashg'uloti shunday bo'ldi. Endi biz yana hujjat yo'llash, uchur yo'llashnikini ko'rmoqchi bo'lgan, lekin buning uchun cho'qim mulozimat tarafda biz mulozimat programmasini tuzishimiz kerak. Shu vaqtdan hujjat muvaffaqiyatli yo'llandi. Shunga buningki faqat jumla shaklini ko'rib olsak bo'ldi. Kerak bo'lsa keyin ASP.NET yoki boshqa programmalar ishlashningki texmi cho'nqiroq bilimlarni, ya'ni tor programmasi ishlashningki boshqa mazmunlarni o'rganib bo'lgandan keyin ondan buni sinab baqsak bo'ldi. Shuning bilan C#ningki torga munosabatli so'zlanadigan mazmunlar tugadi.